Bilasiz, Yangi yil bayrami munosabati bilan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida joylashgan dam olish maskanlariga ko'plab fuqarolar tashrif buyurishadi. Shu sababli tog'li hududlarda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalari hamda tirbandliklarni oldini olish maqsadida Amirsoy, Chimyon, Bildirsoy kabi dam olish maskanlariga olib boruvchi avtomobil yo'lida transport vositalarining harakati bir tomonlama tashkil etilishi belgilandi. Haydovchilarga tushunarli bo'lishi uchun xarita orqali izohlaydigan bo'lsak, To'r R6 Toshkent, Chirchiq, Chimyon avtomobil yo'lining 57-kilometridan boshlab, mazkur yo'lning 92-kilometrigacha, ya'ni To'r R10 avtomobil yo'li bilan tutash joyiga qadar harakat bir tomonlama tashkil etiladi. Bo'stonliq tumani hokimining tegishli farmoyishiga ko'ra, ushbu yo'limizda haydovchilarga qulay va tushunarli bo'lishi uchun avtomobil yo'llariga taqiqlovchi, buyuruvchi hamda axborot ko'rsatgich yo'l belgilari o'rnatilishi belgilandi. Harakat bir tomonlama tashkil etilgan yo'lning boshida 5-5 bir tomonlama harakatli yo'l va yo'lning oxirida 5-6 bir tomonlama harakatli yo'lning oxiri axborot ko'rsatgich yo'l belgilari, shuningdek harakatlanib kirish taqiqlangan qismida 3-1 kirish taqiqlangan yo'l belgisi o'rnatiladi. Barcha harakat ishtirokchilaridan ushbu tashkil etilgan chora-tadbirlarni to'g'ri tushungan holda tartibga soluvchilar, ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorlarining ishoralariga, yo'l belgi va chiziqlar talablariga rioya etishlarini, ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini, umuman olganda yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'raymiz. Barchangizga xavfsiz va ravon yo'llarni tilab qolamiz.